Assalomu alaykum do'stlar. Anchadan buyon bunaqa video olmay qo'ygandik. Juda ko'pchilik Telegramdan yozadi, YouTube orqali. YouTube'da kommentariyada yozadi. Yangi ekskavatorga o'tiryapman yoki ishga boryapman. Ekskavatorda qanaqa qilib primat qilsam bo'ladi? Qaylariga qarasam keyin qiylanmayman deb. Aka-ukalar, hammada har xil texnika bo'ladi. Yangisi, eskisi, ikkita eskisi, shunaqa gaplar do'stang. Bizniki 300 talik koreyskiy variant do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar. Endi nima deyman? Ekskavatorga biron joyga ishga borsangiz, misol qabul qilishingiz kerak, borib ko'radi. Основной mana misol shilyankalarini, silindrlarini ko'rib olishingiz kerak, motorini, misol yog'larini tekshirib, antifriz, radiatorlarni ko'rib olishingiz kerak asosan. Silindr deganimda mana shunaqa yeridan yog'lar oqib qolgan bo'lishi mumkin. Videoga olib oling o'zingiz uchun, ayniqsa Rossiyada ishga borsangiz, shunaqa joylarda mana sanniklar bo'ladi, palizlar, bolotlarini ko'rib oling. Bir qator yengil ko'zdan kechirib oling, bo'ldi. Boshqa muammo inshaalloh menimcha uyog'i sekin ish davomida bo'laveradi. Har tarafini ko'rib, mana bizda bitta projektiv fonarimiz tushib qolgan sinib. Shunaqa gaplar do'stlar. Mana shilyankalari deganimda mana bunaqa joyda sanniklarning yonidan sanniklari yilsa yo kuysa yog' oqib qoladi. Ko'rib oling. Bunaqa ekan deb. Bu biz gidromolotni uzib qo'yganmiz. Mana bu strelar, rukayat, qovushlardiki mana. Shunaqa yerlardan yog' oqib qolishi mumkin. Shilyankalar treshtanasiga qarang. Misol bizniki endi yangi yaqinda almashtirdim bu 3 yil deganda, yaponsk 350 barlik. O'ziniki 250 bar, 280 barlik bo'lgan. Pavorotni reduktorda yog'larini tekshirasiz, mana bu yerda chubug'i bor. Ko'rib, yog'i bormi, yo'qmi deb. Motorga kelsak, motorni ochasiz, krishkani ochib, yog'ini tekshiring. Motorni usti krishkalarini ko'ring, prokladkalari yeyilib, yog'-poq qo'yyaptimi, yog' yeydimi, yo'qmi? Bir o'zidan so'raysiz. Antifrizini ko'rasiz. Endi gap ko'p, tekshirib olaman desangiz, asosiy joylari shu generator, silindrlari, misol faralarini ko'rib oling, bir qator ko'zdan chiqarib, migalkalari ishlayaptimi, ishlamayaptimi, baribir keyin siz atvet qilasizda u narsalarga. Misol konkretni dalsh o'tirib ishlasangiz, gidravlik urinlarini ko'ring, чтоб siz ishlagan paytda problema bo'lmasin, muammo bo'lmasin. Asosan mana shu silindr, shilyankalarni ko'ring. Чтоб siz ishlashingizni boshlasangiz, yog' oqib, chikkillab tursa bunaqa silindr tagidan. Sen kelib qo'pol ishlabsan, nagruzka beribsan deb mazgingizni qotirmasin. Erinmasdan uyalmang. Chat o'tirib minib ketavermang, ekskavatorga o'tirib oldim deb. Endi buni shu so'ragan aka-ukalarimizga shu video olib qo'yay dedim. Balki ko'pchilikda shunaqa muammo bo'lsa kerak. Ekskavatorga keldingiz, asosan shu generatorni oching, yog'ini tekshiring, generatorda krishkasini ko'ring, чтоб prokladkalaridan yog' qo'yyaptimi, qo'ymayaptimi deb atroflarni ko'ring. Chotki qiling. Bu nasosimiz do'stlar. Filtr kontrol upravleniya, bunaqa narsalar sekin bo'laveradi. Toplenniy filtrini ko'ring, qachon almashgan so'rab oling. Gidravlik urinni ko'ring, mana. Urin mana. Bizda urin, xudo xolasa, o'ta chotki. Urinini ko'ring, gidravlika bormi, yo'qmi bakda. Shunaqa narsalarni ko'rib oling. Gidronasosni ham oching. Ochib, shilyankalarni bir tekshiring asosan. Shilyankalarni tekshiring, чтоб ishlashni boshlashingizga yog' oqib, portlab. Endi nagruzka bersangiz, конечно, yollaydi. Do'stlar, gusenichni sepini ko'ring. Bashmoqlari joyidami? Nima deydi endi? Endi nimaga aytyapman-da? Bunaqa narsa bashmoqlari endi ko'zi ko'rinadi-yu sirasi. Endi yurgizdirib tekshirib ol desa, yurgizib orqa o'ngga, chapga ekskavatorning bir tarafini ko'taring, oldini ko'taring, orqasini ko'taring.
Bokovoylarini ko'ring, aynagi turibdimi? Endi qabul qilish deganda men shuni tushunaman. Misol bitta ekskavator shunday kelsam 10 minut vaqtimni ajrataman, bir qator ko'rib chiqaman, video qilib o'zim uchun, misol. Shunaqa gaplar. Shuni tekshirib olasiz. Qovushlarini ko'ring, qovushlari yorilganmi, yorilmaganmi? Pastdagi shlenkalarini ko'ring, men aytgandek, silindrlarni ko'ring. Mana endi sandiqlardan yog' oqib turgan bo'lishi mumkin. Sizdan oldin oqsa, demak, sizgacha bo'lgan bo'ladi-da, akalar. Shunaqa gap. Svetlarni yoqib ko'ring. Yonami, yonmaymi? Endi prichinasi ko'p, bir 20 ta, 15 ta joyini tekshirib olsangiz, misol xodovoy, xodovka yog'i qachon almashgan so'rab oling. Iloji bo'lsa ochib ko'ring, bo'sh vaqtingizda yog'i bormi, yo'qmi? Juda ko'pchilik yog'i yo'q ham yuraveradi eski ekskavatorlar. Bizning ekskavatorimiz do'stlar 4 yil bo'ldi. Shunaqa gaplar do'stlar, endi nima desam bo'ladi? Radiatorini oching. Misol tekshiradigan joylarida endi hamma tarafini ochib ko'rib olganingiz yaxshi. Bu yerda mana воздушный filtr. Bunisi ishlaymi, yo'qmi? Dvorniki ishlaymi, yo'qmi? Hammadan shlenkalarini bir qator ko'zdan kechirib video oling o'zingiz uchun. Поворотный reduktorlarini. Telefonimiz ham tushib ketay deyapti. Ishlagisi kelyapti-da, bo'ldi deyapti, vaqt o'tdi deyapti. Ishla deyapti. Buni yopamiz do'stlar. Tushuntira oldim degan umiddaman. So'ragan aka-ukalarimizga yoppasiga javob berdim. Asosan shu. Mana radiatorni ko'ring do'stlar. Misol antifrizni ko'ring. Uruvinda emasmi? Radiatorlar teshilganmi, svarka qilinganmi, nima qilingan? Konditsioner bo'lsa, konditsioner ishlaymi, ishlamaymi? Mana shunaqa gaplar do'stlar. Gusenichni seplar. Tepasi bashmoqlarni ko'ring. Verxniy katok, nijniy katoklarni ko'ring. Katoklar misol aylanmay qolgan bo'lishi mumkin. Tepada mana ikkita, pastda katoklari. Projektorlar ishlaymi? Aynaklari sinmaganmi? Nima deyman endi akalar, o'zimdan kelib chiqib anchadan beri bunaqa video qilmagandim. Menimcha unaqa toza emas. Hozir biz podogref yoqamiz. Hali ham bizda -15 do'stlar, 12 ekan. Shunaqa gaplar do'stlar. Kimda telefon qilib qolding? Yoqib ko'rasiz misol. Ekskavatorni yoqasiz, ko'rasiz, konditsionerlar ishlayaptimi? Projektorlar ishlayaptimi? Yoqib ko'rasiz mana. Ishlayapti. Projektorlar ishlayaptimi? Ishlayapti. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Xadovolar, jo'stiklar qanaqa? Eskiroq ekskavator bo'lsa, ko'rib olgan yaxshi. Sidinalar orqaga yurami, yurmaymi? Xullas, ko'zingizga nima ko'rinsa videoga olib tekshirib olganingiz yaxshi. Qabul qilganimcha mana shunaqa edi. Qabul qilgandan keyin bunaqa deb qo'yasiz-da. Jonlang sog' bo'lsin, so'ragan ko'kalarimizga qo'ldan kelgancha javob berdim degan umiddaman. Asosan shu generatorda yog'ini tekshirasiz, antifrizni ko'rasiz. Shu silindrlarda, shlenkalarda gidravlika qo'yyaptimi, qo'ymayaptimi? Ko'rib oling, chunki asosan shuni o'tirib ishlashingizga shlenka o'tib olishi mumkin, bir narsa o'tib olishi mumkin. Bismillah deb, masalan, biz hozir -10larda shunaqa yurgizilaveradi o'z-o'zi. Hozir yurib ketadi do'stlar. Muammo yo'q inshaalloh. Bitada yurib ketadi ekskavator. Ko'ryapsizlar-a? Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar.